Alo. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismoiljon aka, salomatmisiz? Bormisiz? Rahmat, Allohga shukr. Sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? Tashakkur, minnatdormiz. Ayni damda biz sizga G'oyibona diydor loyihasidan to'g'ridan-to'g'ri jonli efirdan qo'ng'iroq qilyapmiz. Suhbatdoshingiz Laylo bilan aloqadasiz. Laylo. Sizni bugungi shodiyonalik ayyomingiz, takror bahoringiz, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Gap yo'q, rahmat. Minnatdormiz. Mana shu ajoyib kun munosabati bilan tabriklash uchun mehribon bo'lgan qizalog'ingiz Shahnozaxon bizga murojaat qilgan va ajoyib tabrik so'zlar yozib yo'llabdilar. Maylimi o'qib bersam? Laylo o'zi-chi. Ushbu chiroyli tabriklarini sizga o'qib bersam maylimi? Ya, Laylo. Rahmat, minnatdormiz. Marhamat tinglang. Assalomu alaykum padari buzrukvorim dadajonim. Bugungi qutlug' kuningiz avvalambor Allohimga banda, Rasulimizga ummat bo'lgan kuningiz muborak bo'lsin dadajon. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Garchi bu gaplarni har kun ayta olmasam-da, siz meni har urayotgan yuragim zarbida, har bir olayotgan nafaslarimda siz dadajonim. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Bu jonimni, onajonimni va meni baxtimga doimo sog' omon bo'ling. Siz dunyodagi eng yaxshi dadasiz dadajon. Ilohim bu jonim, onajonimni olib haj, umra safarlariga borishlik, u yerda ibodatlar qilishlik baxti nasib etsin. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Baxtimizga hamisha omon bo'ling. Uchmaganda bu omad qushim, ortganida dardu tashvishim, boshqalarga tushmadi ishim. Faqat sizga suyandim dada. Pastkashlarga qilmadim qulluq, o'zgasini demadim ulug'. Viqorligim tanbehi ulug', faqat sizga suyandim dada. So'zlaringiz dilga qilib yod, g'amlar kelsa qilmadim faryod. Borligi davlat bo'lgan zot, faqat sizga suyandim dada. Ishonganim maslahatdoshim, siz borsizki yigilmas boshim. Bolamanmi, kattami yoshim, faqat sizga suyandim dada deya mana shunday chiroyli tabriklarni yakunlagan mehribon bo'lgan jannat rayhoningiz qizalog'ingiz. Sog' bo'ling. Nafaqat ushbu yaqinlar qolaversa, barcha G'oyibona diydor loyihasi xodimlari va men boshlovchi Laylo ham sizni bugungi shodiyonalik ayyomingiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Ilohim umringiz uzoq, tanu joningiz sog' bo'lsin, salomat bo'ling. Men uchun eng yaxshi inson, buni har kun aytaman dada. Borligingiz o'zi baxtligim, sezdim qaytadan dada. Og'rib qolsam devorni mushlab, ko'zingizda yoshingiz ushlab, yugurdingiz davolar istab, duo so'rab hammadan dada, shifo so'rab Allohdan dada. Ey dadajonim, bir baland tog'im dada, qadri osmonim
dadajonim. Dard ko'rmang, ko'rmang